Mana qizlarjonlar, imonni mana shu turish naborimiz esa erkaklarimiz uchun, ayollarimizga xuddi shunaqa nabor berilsa, erkaklarimizga xuddi shunaqa birgalikda bitta kurs lecheniya qilib beradigan bo'lsanglar, inshaalloh rezultat zo'r bo'ladi qizlar. Ishoninglar, bu ham 100% ishlaydi. Bu jentelmen choyimiz xuddi Donabella choyimiz kabi erkaklarda ham yordam beradi, prostata shamollashlarni yo'qotib beradi. Undan tashqari urug'lik foizini oshirib beradi spermasini qizlarjonlar. Mana endi kompaniyasidan qaysi mahsulotni sotaman, nima mahsulot sotaman deyishinglar mumkin. Bizda mana shuncha ofisimizda mana shuncha turdagi mahsulotlarimiz bor qizlarjonlar. Mana ko'rasizlar, bu yerda turli xil sog'lig'imizdan kelib chiqqan holatda bandlarimiz bor. Bu yerda mana har bitta kasallik uchun alhamdulillah bizda mahsulotlarimiz bor qizlarjonlar. Mana shu turishi qizlar imonni ayol xotinlarga lecheniya qilish uchun, farzand uchun lecheniya qilish uchun bitta to'liq nabor. Ishoninglar, mana shu turishda o'zida o'zgarasizlar.